aptekaga kirdim. Aptekaga kirdim, dori olishim kerak. Bo'lgan voqea bu. Falon dori bormi desam, bor dedi. Nech pul desam, 9400 so'm dedi. Yo 10 ming emas, yo 9,5 ming emas. 10 ming berdim. Berdim, aptekachi ham dorini berdi-da, qaytimiga 500 so'm bilan 2 dona konfet berdi. Naq rangli konfet bor, korzinkadan beryapti hozir. Men aytdim, konfet nimaga dedim. 100 so'm dedi. Mayda yo'q ekan, o'shani o'rniga beryapman dedi. Mayli dedimda 500 bilan ikkita konfet topib shuncha ham solib qo'ydim. Dori tomizakdan pipetga bormi desam, yo'q dedi. Yonidagi aptekaga kirdim. Dori tomizakdan pipetga bormi desam, bor dedi. Nech pul desam, 600 so'm dedi. Besh yuzni shunday qo'ydim. Ustiga bak ikkita konfet shunday qo'ydim. Bitta berib yuboring dedim. Desam, aptekachi konfet nimaga dedi. Men aytdim 100 so'm dedim. Men yoningizdagi aptekadan oldim, yalab ham ko'rganim yo'q, svejий dedim.